Andijonda qayerda tandir qanotcha bilan oyoqchalardan shunaqa ovqatlar qilishini bilasizlarmi? Xohlasanglar oyoqcha bilan qanotchani qo'yib berishadi, xohlasanglar tovuq bilan kartoshka asarchi ham qilib berishadi. Eng qizig'i sportsmenlar yeydigan set ham bor. Bunaqa yumshoq tandir qanotchani qayerda yegansizlar? Обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu oyoqchalarni maxsus sosga tekkizib yesanglar, jiya boshqacha bo'ladi-yu. Qoppog'iga shahzodalar suvidan ichib orasizlar. Bu tovuqlar tandirning ichiga marinovani bo'lib teriladi. 1 soatning ichida yumshoq bo'lib tobida pishadi. Xohlasanglar kilolab, xohlasanglar porsiyalab sotib olsanglar bo'ladi. Manzil Andijon shahar Piyozpay kanali bo'yida ZNX binosining ro'parasida joylashgan. Aniq lokatsiyani Telegramga qoldirdim. Andijonda qayerda tandir qanotcha bilan oyoqchalardan shunaqa ovqatlar qilishini bilasizlarmi? Xohlasanglar oyoqcha bilan qanotchani qo'yib berishadi, xohlasanglar tovuq bilan kartoshka asarchi ham qilib berishadi. Eng qizig'i sportsmenlar yeydigan set ham bor. Bunaqa yumshoq tandir qanotchani qayerda yegansizlar? Обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu oyoqchalarni maxsus sosga tekkizib yesanglar, jiya boshqacha bo'ladi-yu. Qoppog'iga shahzodalar suvidan ichib orasizlar. Bu tovuqlar tandirning ichiga marinovani bo'lib teriladi. 1 soatning ichida yumshoq bo'lib tobida pishadi. Xohlasanglar kilolab, xohlasanglar porsiyalab sotib olsanglar bo'ladi. Shu hamma narsani cho'g' burgerda topsanglar bo'ladi. Manzil Andijon shahar Piyozpay kanali bo'yida ZNX binosining ro'parasida joylashgan. Aniq lokatsiyani Telegramga qoldirdim.